Yaqinda bitta fikrni eshitdim. Qizim hech kimga xizmat qilmaydi. U faqat o'qiydi. Shu gap meni o'ylantirib qoldi. Qiz bola haqiqatdan ham faqat o'qishi kerakmi yoki u ayollar vazifalarini yoshligidan ham o'rganishi kerakmi? Biz qanday tarbiya olganimizni aytib beraman, keyin esa sizning fikringizni ham kutaman. Biz bolaligimizda juda ko'p va tinmay o'qirdik. O'qish doimo birinchi o'rinda edi. Lekin onam doimo shunday derdilar: bilim poydevor, hayot esa amaliyot. Qiz bola o'ziga va yaqinlariga g'amxo'rlik qila olishi, ovqat pishirishni, pishiriq tayyorlashni, dasturxon yozishni va shu bilan uyda shinamlikni yaratishni bilishi kerak. Biz buvimiz va dodamiz bilan birga yashardik va uyimizda doimo mehmonlar bo'lardi. Uyimiz suhbatlar, kulgi va taomlar hidi bilan to'lib turardi. Biz singlimiz bilan har doim oyimni yonida bo'lardik. Yordam berishdi, dasturxon yozishdi, yig'ishtirishdi. O'sha paytlarda yordamchilar olishga bizga ruxsat yo'q edi. Hamma ishni o'zimiz qilardik. Bu majburiyat emas, balki oilaning bir qismi edi. O'shanda bu ishlar oddiydek tuyulardi, ammo bugun aniq bilaman, bu hayotga katta tayyorgarlik bo'lgan. Mas'uliyat, tartib, mehnatga hurmat va odamlarga mehrni aynan shu yerda o'rganganmiz. Bu ishlar o'qishimizga xalaqit bermagan, aksincha bizni kuchliroq va mustaqilroq qilgan va ular katta hayotda juda kerak bo'lgan. Oilada ham, ishda ham, biznesda ham. Men uchun bu xizmat qilish haqida emas, bu yaratish, muvozanatni ushlash va hayotga tayyor bo'lish haqida. Endi esa sizdan so'ramoqchiman, sizningcha qiz bola uchun faqat o'qish yetarlimi yoki uni bolaligidan oilada fayz, tartib va mehrni saqlashni ham o'rgatish muhimmi?